Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar, bir necha oy avval yetimlar uchun uy qurayotganimiz haqida xabar bergan edik. Mana sizlar tufayli, sizlar sababli mana shu uyimiz bugun bitdi. Xonadon egalariga topshirdik. Domlalarimiz kelib duolar qilib berishdi. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qilingan ihsonlar natijasi nima bo'ldi ekan, qay darajada bo'ldi ekan uy degan ushbu videoni ehson egalariga yetkazib qo'yish maqsadida olyapmiz. Kimdir bu ehsonga o'zini maslahatlari bilan, kimdir o'zini ko'rsatmalari bilan, kimdir moddiy tomondan, kimdir xizmati bilan, kimdir yugur bilan o'z hissasini qo'shdi. Mana uyimiz kanalizatsiyalargacha ulandi, darvozalargacha qilindi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz ushbu qilingan ishlarni. Robbi anzilna munzala mubaraka va anta khayrul munzilin. Parvardigor olam bu manzil makonlar o'zing obod qil. Mana shunday yaxshilik qilganlar hammalarida o'zing rozi bo'l. Bunday yaxshi ishlarga ko'plab bosh qosh bo'lishinglar mahalla ko'yil hamma mutasaddilardan o'zing rozi bo'l. O'zing kamolatlariga barakot ber. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in va rahmatika ya arhamar rohim. Alloh xayr bersin, barakot bersin inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaga hamd va sanolar, payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Mana bugun bu joyga to'planishligimizdan maqsad mana shu mahalla ko'ydagi, mana shu mahalla, mana shu qishloqdagi yoshlarni tashabbuslari bilan, xayrixohliklari bilan, kattalarning duolari bilan mana shunday kam ta'minlangan xonadonlarga uy qurib berishyaptilar ekan. Alloh taolo mana shu nihoyasiga yetganligi munosabati bilan inshaalloh topshirishlik arafasida to'plandik. Alloh taolo o'zi bu qilingan barcha yaxshiliklarni, xayriyatlarni o'zi qabul aylagan bo'lsin. Ya'ni bir yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik bo'ladi. Chunki bu bir insonga qo'lidan kelganicha yaxshi gapirishlik, qo'lidan kelsa moddiy tomondan yordam berishlik, demak bu islom dini, shariatimiz siz va bizlarga ko'rsatgan ko'rsatmasi ham shundan iborat bo'ladi. Mana shunga hissa qo'shganlar, o'zini moddiy tomonidan, pul mablag'laridan, ba'zi ustalarimiz bu joylarga mehnatlari bilan xolis ishlab qilgan ustalarimiz ham bor ekan. Bunga yugur qilgan yoshlarimiz bor. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo bunaqa xayriyatli yaxshi ishlarida o'zi bardavom qilsin. Bu xonadonlarni o'zi obod qilsin. Alloh taolo mana shunaqangi ko'plab shu kam ta'minlangan xonadonlarga mana shunday go'zal uylarni bosh qoshlik bilan mahalla ko'ylik mana shu atrofdagilar hammalari qurib mana go'zal holat topshirishlikni Alloh taolo o'zi nasib aylagan bo'lsin inshaalloh. Duo qilaylik, Parvardigor olam. Bu joyga hissa qo'shganlardan o'zing rozi bo'l. Kimdir moddiy tarafdan, yana kimdir o'zini mehnati bilan, yana kimdir bir go'zal maslahati bilan mana shu yoshlarimiz hammalarida o'zing rozi bo'l. Har bir qilgan yaxshiliklarini, hasanotlarini ziyodasi bilan to'ldirib ber. Va bu manzil makonlar o'zing obod qil. Ko'plab mana shunday yaxshi ishlarda bardavom bo'lishliklarini Alloh taolo o'zi nasib ayla. Bu xonadonga yangi egalarni ham o'zing parvo bu joylarda xotirjam, go'zal holatida yashashliklarini o'zing nasib ayla. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh qabul aylagan bo'lsin inshaalloh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين دعاء قصير آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب انزلنا منزلا مباركا خير المنزل يا ربي fazilatli kun saodatli saodatli o'qilgan Qur'on savobini avvalambor payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam muborak etsin. Jami o'tgan payg'ambar pir ustoz g'avslar azam el yurtimiz mahalla pir o'tganimiz borlar quloq turgan birodar tomqo'slar mana shu o'tganimiz bor qo'yadi. O'tganlarda Alloh rahmat ihsonlarini esa qabul dastgir qilib ushbu xonadon hamisha to'yxona murodxona imoratlar qiyomat qadar ibodatxona farzandlar ixlosi e'tiqodli diniy diyonatli baxtli saodatli hayotlarni Xudoylar o'zi musharraf qilib ushbu makon manzillarga xizmat qilganlarga ham Xudoy dastiga baraka berib qancha pul sarflagan bo'lsa Xudoy ular sarflagan xarajatlarni ziyodasidan to'ldirib hammalarini ham iymonda islomda sobit qilgan baxtli saodatli hayotlarni musharraf qilib qalblaridagi orzu havaslarni Xudoy taolo xazina g'aybidan ato qilib yurtlarimiz tinchlik osoyish tarixida bundan buyoqqa ko'p yilga davomli baxtli saodatli hayotlarni xonadondagilar ham o'ziga musharraf qilib va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika Allahu akbar. Allah hayır versin, barakatli olsun inşallah. rahmat Hop, ya Rab. Serçemezsen, salamat. Ha maşallah bir de. Qarang, bu oshxona shekilli bu. Maşallah var. Ha juda go'zal bo'ldi. Yo, bo'ldi, ko'rdim. O juda zo'r bo'libdi maşallah. Ha. Buni bitta berib qo'yish. O'zi. Ha, birga o'tirishadimi? Ha, bo'ldi, maşallah, xayr bersin. Bu endi inson mana shu bu yaxshiliklar bu hech yerda qolmaydi-da. Kimdir mana shunga xayrixoh bo'lishni o'zi ham katta narsa bu. Kimdir maslahati bilan bo'ladi, yana kimdir bir moddiy tomondan bo'ladi, yana kimdir o'sha tarqashligiga sabab bo'ladi. Alloh xayr bersin. Bu ham mana shu mahallalar ittifoq bo'lganligida, mana shu mahalla, qo'ni-qo'shnilar mana shu birgalikda Alloh xayr bersin. Buni ehson shunaqa narsa bo'ladiki, buni hozir bu natijasini ko'rmaymiz-da. Yaxshilik qilib qo'yilaveradi, buni natijasini ertaga Xudo xolisa Alloh taolo qiyomat kunida ham beradi, dunyoda ham ko'rsatadi. Bir odamni mana shunday qiynalgan odamga ozgina yordam qilgan odam bo'lsa, nimasi bilan bo'lsa ham, maslahati bilan bo'lsa ham, duosi bilan bo'lsa ham, hech bo'lmaganda qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'sha qilingan yaxshilikni o'rnini yaxshilik bilan to'ldiradi. Bilmay qolasiz. Ya'ni u Xudo moli dunyosiga barakot beradi. Mana shu qilyapti turgan ishiga barakot beradi. Farzandlarini salohiyatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Yaxshilikni mukofoti faqat yaxshilik deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Mana shunday yetimi bor xonadonlar ayniqsa, bir yetimni boshini bir inson silasa, sochida boshini silaganda nechta soch tolasi bo'lsa shuncha ajr beradi Alloh taolo. Bu yetimni boshini silashlik juda ham katta bir baxt, saodatli, yaxshi ishlardan inshaalloh Alloh taolo xayr bersin, barakot bersin. Amin. Ya Robbi, bu manzil makonini o'zing obod qil. Mana bu uylarni, yangi sohiblarini ham Alloh taolo o'zing saodatli, go'zal holatida farzandlari bilan yashab o'tishliklarini o'zing nasib ayla. Bu joyga kimlar yaxshilik qilganligini o'zing bilguvchi zotsan. Ba'zi insonlar
yaxshilik qiladi, o'zini aytmaydi. Ba'zi insonlar o'zini maslahatlari bilan yaxshilik qilgan, hammasini Alloh taolo o'zing ko'rib turibsan. Eng qalbida o'ylagan shar'iy talab maqsudlariga yetkazdir. O'ylaganlardan ko'ra ziyodaroq o'rnini to'ldir. Mana shunday yaxshi ishlarda mana shu ukalarimiz, akalarimiz hammalarni o'zing bardavom qil. Buni oxirgisi qilib qo'yma, avvalgisi qil. Bunday ishlarda doim bardavom bo'lishliklarni o'zing nasib ayla. Bu mahalla ko'y, bu domlalarimiz, bu qojibolarimiz hammalar ittifoq qil, bir-birlariga o'rtalarida muhabbatlarni ziyoda qil, yaxshi ishlarda doim birga bo'lishliklarni o'zing nasib ayla. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh xayr bersin. Amin. Parvardigorim, bu akalarimizdan ham o'zing rozi bo'l. Mana shunday bir insonni uyini obod qilishlikka harakat qildilar. Alloh taolo o'zi buni ajrini, mukofotini o'zing ko'paytirib ziyoda xonadonlarni obod qil, farzandlarni salohiyatli qil, ikki dunyoda shu ota-onalarga rahmat keltiradigan, ikki dunyoda ko'z quvonchi bo'ladigan solih va soliha farzandlar bo'lishliklarini o'zing nasib ayla. Haloldan qilyap turgan kasb kamolatlariga o'zing barakot ber. Bunday yaxshiliklarni Alloh taolo o'zing bardavom qilish shijoat, kuch-quvvat ber. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh xayr bersin, barakot bersin. Katta narsa. O'zi bu mahalla bir bilan inoq-a? Juda. Mayda inshaalloh. Oshda vaqtda kim ko'rishadi. Alloh xayr bersin. Evet, cumaga keldik, jamoaxonaga ko'rishdik. nima qilganlar, ihson qilganlardi. Ihson qilganlardi. Xudo o'zlari qo'llasin. Xudo hammalaridan rozi bo'lsin. Meni bolalarimga qilganda. Ularni Xudo xursand qilsin. Ilohim. Xudo ikki dunyolarni obod qilsin. Bizga qilganlarni Xudo bundan da ziyoda qilib qaytarsin Allohim. Hammalariga rahmat. Butun Eshonba, butun O'zbekistonda hammalariga rahmat. Ilohim. Hammalari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Bizga qilganlaridan ziyoda qilib qaytarsin Allohim. Hammalaridan rozi bo'lsin. Ilohim. Ularni baxtiga sog' bo'lib yursin.